Bolalar, sizlar bilan men impuls. Bola ishonasizlarmi yo'qmi? Akam menga akkaunt полностью berib yubordi. Xohlagan ishingni qildilar. Men nima qildim? Конечно же, hamma skillarni sotdim. Bugungi videoda biz 7700 galdaga, ya'ni почти 8000 galdaga zakup qilamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganingiz balansimda 7736 galda va 50 ruslarga shunday narsa bor, 50 va abiskilarda qaramaysizlar bularda. Sotmayman. Qanaqa set yig'amiz? Kelinglar ko'ramiz. Hozir ukamdan ham birdan so'raymiz. Perchatkaga qarab so'raymiz. Perchatkaga qarab yig'amiz. Menga perchatka yo'q. Imron qarang. Qanaqa perchatka olamiz Imron? Qaysi biri yoqadi senga? Qara. Ikkita yashil tuzishimiz mumkin. Dayt kelinglar, yashil bilan sariq tuzamizmi? Yashil bilan sariq bo'ldi. Lekin zo'r narsa yashil bilan sariq. Sariq tuzishim aniq, qaranglar. Hozir qancha turibdi? 580. Menga zaпрос qo'yamiz 500. Ketdi. Kim yaptı-ku? Hozir zaпрос qo'ydik, Imron, kelsin, to'xtang. Hali perchatka yana yashil. Mana qa bor yashilga, keyin birinchi sariqqa pichoq tayyorlaylik, keyin. Qaldadim berdingmi? Hozir beraman, Imron, to'xtab tur. Qanday deb o'ylaysizlar? Конечно же, Butterfly Legacy. Menga pichoq olib qaranglar. Mana Butterfly Legacy bolalar. Olamiz 1752 qilamiz. To'xtang, mana qilamiz. 1751.11 qo'ydik zaпрос. Keyin tobla keyincha ko'kka endi topish kerak. Qaranglar, u kelib turaversin. Bugungacha M9 qarang, sotib yubordim M9imni. Shuning uchun bunga o'tamizda keramit. Men bola keramit olmoqchi bo'lgandim, anchadan beri lekin olmayman. Qanday? Nima olishimni bilasizlarmi? Mantis. Hozir perchatkam kelsin, shunga qarab ko'ramiz. Ungacha perchatka tanlaymiz. O'g'lar, qani perchatkamiz? Biz perchatkachalamiz. Ko'k setga perchatka. Ko'k set, yashil set tuzmoqchi edim, uzr, adashib ketibman. Sal hayajonlanib turamiz o'g'lar. Hayajonmi? Yashil. Hozir ukam o'yinda turibdi, shunga ovozlar ishlayapti, unday. Aqibsizlar, kim demisizlar, ukam. 600 qaranglar. Menga endi qanday yashil qanday zo'r set kerak-da. To'xtang, yashilga bitta nosh tayyorlaylik birinchi. Noji. Keramit yashil bormi? Yo'q menimcha. Pilg'iga bir mana bor. Bu qanday turadi endi qo'lga? Keyin qaranglar, bo'la bo'lsa mana qilamiz. Men mana bu perchatkani olayotgan bo'ldim. Qancha turibdi? 500. Bunga ham 500 qo'yar ekanmiz bo'ldi. 500. Qani endi. To'xtanglar. Boshqa set yig'aman men. Zolotoy bilan yana qanaqa bolalar? Qizil. Конечно же, qizil deyman-da, lekin o'ylab ko'rish kerak. Qizilga qanaqa skillar sotib olsa bo'ladi? Bolalar. Yangi sting chiqmadi hali aytgancha. Hozir bitta baxt keldi. Qaram. Mana qara, hammasi oppoq. Zo'r. Bolalar, qaranglar, zaпрос o'sib boryapti. Mana unga 1800.01 pervit qilamiz. Reski pervit qilishyapti-da. 1080. Sotmayman, nimadan qo'rqaman bolalar? 2. Turib tursinchi, endi unga pervit qilishdi men bir marta.
Pervi chiqib olishdi bolalar. Legis keldi. Legacy keldi qani. Menga mo berasizmi? Mau, Chindanmi? ko'ramiz. Kelmani qilamiz. 55 bo'lib ketadi. Yo'q, hazırlashdimi? 500.55. Siz beringlar, iltimos. Jiggle hour tukam ko'rib qoldi. Просто rynokda aylantirib yuribdi. O'ylash kerak. O'yladim bolalar, men ikkinchi setni qaranglar. 677.77 qo'yamiz. Сразу mi? Endi bunday bo'lmaymiz-da. 701 qaranglar. Qo'yama o'tadi. Qanday qilib? Keyingisi Sting. Keyin Mantis bor ekan, yashil. Yashil Mantis. Yashil Mantis yo'q ekan. Biz esa 1005.55 ga shuni Stingni sotib olamiz. Уже qilishdi. Buni qanday izohlaymiz? Zo'r. 1005.55. Zaпрос qo'yildi. Legacy keldi bolalar. Yomon xursandman-da. Perchatkam kelsin. Bolalar, короче, mana qilamiz-da. Bu 80 ga oldi bizda bolalar. Hech narsa qilmaydi. Mana necha keldi. Ha, yo'q, bunga endi teginmaymiz. Menga qancha keldi o'tish kerak. So'zsam ekan. Kutib turaylik ozgina. Biz как раз qaraymiz qanaqa bo'lishini. Anchadan beri men bunaqa set to'g'ri o'qib o'tirgandim. Uzr. Hayajonlanib ketaman-da bolalar. Смотреть. Zo'r Imron. Pochkam puli turadigan narsalarni ko'rsatib yotibdi menga. Kelgan, iltimos, kelinglar. Kelaversin ular, mayli. Biz ungacha Mantisni bir ko'rayinchi, qanday turar ekan. Ha, zo'r Imron. Uncha emas. Nima deysizlar bola, olaymi, olmaymi? Zaпрос qo'yib qo'yamiz. 1800. Yonadimi? Olsammikan, olmasa 1300 qo'yamiz bolalar. Bu hozir birinchi qism bo'ladi. Ikkinchi qismga arjular sotib olamiz. Boraman hozir. Yashil setga nima olsak bo'ladi bolalar? Kunay poison bor. Yo'qol. Keramit olmoqchiman bitta. Yashil. Kesi. Короче, bu birinchi часть edi bolalar. Hozir pichoq bilan perchatkalar keyingi частьga keladi. Keyingi qismda men sizlarga ko'rsataman nimalar bo'lishini. Hozir bu birinchi qism edi. Hammaga xayr, sizlar bilan men impuls bo'ldim. Как раз video oxirida bolalar Mantis keldi bizga. Ikkinchi частьga uchrashamiz bolalar. Xayr.